বিসমিল্লাহ বলো বিসমিল্লাহ, তবু নামে কাজ শুরু করি আল্লাহ। Shayx Mutavalli Sha'noviy rahmatullohi alayhi aytadilar. Kim Alam Nashrah surasini tahajjud vaqtida, ya'ni tunda oxirida 314 marta o'qisa, bu haqida hadis, bu haqida oyat kelmagan. Bu ulamolarni, avliyoullohning tajribalaridan o'tgan narsa ekan bu narsa. Shariat ilmida mujarrabot degan narsa bor. Mujarrabot ilmi bor. Mujarrabot ilmi nima degani desa, shu ulug'lar shu zikrlarni, oyatlarni qanchadir sanaqqa, adadga yetib buni samarasini ko'rganlar. Mana misol uchun Yosinni 40 marta o'qiymiz, to'g'ri? Chil Yosinni bu ham mujarrabotlardan. Hadisda oyatda kelmagan 40 marta o'qiladi. Lekin ulug'larning qalbiga ilhom bo'lgan, yo shu ishni qilganlarida samarasini ko'rganlar. Yoki yana aytishadi, Solatun tunajjinoni 1000 marta. Yoki Solatun noriyani 4444 marta o'qisa, hamma niyati yetadi, to'g'rimi? Endi Mutavalli Sha'noviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, kim tahajjud vaqtida 314 marta bu Alam Nashrah surasini o'qiydigan bo'lsa, hamma tashvish yechiladi. Hamma uni g'amga, muammoga, uni o'ylantirib, boshini og'ritib turgan hamma narsa yechilib ketadi. Ustiga muammo, tashvish kelib turgan bo'lsa, ketadi. Hatto farzand ko'rmayotgan bo'lsa ham Alloh farzand ato etadi debdi. Faqat ixlos, muhabbat kerak bunga. Bo'larmikin, bo'lmasmikin, nima bo'lar ekan, qoraga adashib ketmadimikin desangiz, unda ixlos yo'qolib boradi, muhabbat yo'qolib boradi. 314 marta o'qiydigan bo'lsa, demakki aytiblar, hatto farzand ko'rmaslik ham bu bitta tashvishda, katta muammoda. Farzand ko'rmayotgan insonda demak, inshaalloh avvalo Xudoning fazli, Xudoning taqdiroti farzand ko'rishiga sabab bo'ladi. 314 marta o'qisalar tahajjud vaqtida. Va yana ulug'lar aytadilar, insonni qarzini uzolmayotgan bo'lsa, Alam Nashrah surasini o'qisin bilaman. Uzadi qarzini. Chunki insonni eng katta tashvishga sochini oqartiradigan narsa bu qarzini uzolmaslik. Marhamat, mana Alam Nashrah surasini o'qisin. Rasululloh alayhisolatu vassalomni g'am tashvishlarini aritdiki, bu sura sizgina aritilmasmidi? To'g'rimi? Qarz uzolmayapsizmi? O'qing Alam Nashrah. Farzand ko'rolmayapsizmi? O'qing mana 314 marta mana shu tahajjud vaqtida Alam Nashrah surasini o'qing. Xo'p, uyda tinchlik yo'q. Uyda tinchlik yo'q. Qayna-kelin kelishmayapti. Yoki uyda haligi qayna singillar bilan xotiningiz kelisholmaydi. Yoki eri xotinda o'rtasida nima yo'q, issiqlik yo'q. Shu Alam Nashrah surasini suvlarga o'qib, dam solib shularni ichkisiz kerak. Shu nima? Kelisholmayotgan odamlarga. Ikkita xotini bolalar ham shu surani dam solib ikkovsiga ichkizib borsa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Hali rahmat deysizlar. Hattoki mana men bir ulug' zotdan eshitganman. Alam Nashrah surasini mana bir insondan haqqingiz bor, ololmayapsiz. Bir insondan haqqingiz bor, ololmayapsiz. Shu Alam Nashrah surasini bir qog'ozga yozsin debdilar, qarang. Mana bunda ko'rsating. Alam Nashrah surasini bitta qog'ozga chiroyli qilib o'zi yozsin, bo'lmasam bitta qog'ozga yozdirsin. Chiroyli qilib o'sha Alam Nashrah surasini yozsin. Bitta ipga ilsin. Uyini odamlar o'tadigan bir eshik tepasiga ham ilib qo'ysin. Har odam o'tganda haligi varaqdek xilpiraydi, to'g'ri? Har odam o'tganda haligi varaqdek xilpillab qo'yadi. Kim sizni pulingizni bermayotgan bo'lsa, mana shu varaq har xilpillaganda o'sha insonning qalbiga haligi odam pulni berishim kerak degan narsa kelaverar ekan, qarang. Bu ham katta tajriba bu ham. Bunga ham rahmat deysizlar, xudo xolasa. Oqtarib olmasalar ham bo'ldi, xudo xolasa. Qani o'sha qolibda so'rashib qo'ydim. Mana ololmayapsizmi? Kimlardandir qarzingizni ololmayapsiz? Mana bunaqangi ulug'larni sizga menga berib ketgan tavsiyasi juda ko'p. Siz bilan men g'ofilmiz xolos, bilmaymiz xolos. Qilsak yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi. Allohu akbar.